Go'zallarim, bugungi mana menyumiz o'zim uchun mana salat ko'proq soldim. Moshli salat, guruch 2 qoshiqcha. Sho'rvadan yarimgina kosacha mana qizlar. Ko'p solganim yo'q. O'zi sho'rva kuni ham qilaman. Umuman ichdimi yemayman. Ertalab, obed, kechga sho'rva ichaman faqat. O'shanda zo'r vesingizni tushirib olasiz. Tuxumli kun qilsangiz ham bo'ladi. Dadamiz keldilar. Xullas go'zallarim, kuzatishda davom eting. Chiroyli retseptlar olishda davom etaman. Go'zallarim, bugungi nonushtamiz tvorog va tuxumdan bo'ladi va ustiga ko'proq ko'katlar va xohlagan chaqchuqingizdan solsangiz bo'ladi. Men foydaliroq bo'lishi uchun qovoq urug'idan sevordim. Tovamizga gehi yog'idan yarim choy qoshiq sovoramiz. Gehi yog'i nima deb so'ragan qizlarimiz, tabiiy sariyog'. Qishloqlarda ko'pincha uyda tabiiy sariyog' tayyorlashadi-ku, shunaqa sariyog'. 3-4 qoshiqda tvorog solamiz va 2 dona tuxum solib, tabga ko'ra tuz solamiz. Xohishingizga qarab murch solsangiz bo'ladi. Murch solsangiz ham bo'ladi, solmasangiz ham bo'ladi va yaxshilab tezlik bilan aralashtirib olamiz. Bo'lmasam tuxum pishib qoladi. Tvorog bilan aralashib pishishi kerak. Va ozgina sirni qirg'ichdan chiqarib sovoramiz. Keyin qizlarjonlar, ko'kat ko'proq solishimiz kerak. Ozgina ko'katni to'g'rab sovoramiz. Osongina nonushtamiz ham tayyor bo'ldi qizlar. Endi buni ustiga qovoq urug'i sevoraman. Siz xohlagan chaqchuqingizni sepsangiz bo'ladi. Qizlar, xormanglar, yaxshimisizlar? Mana shu qizcha meni qo'ymayapti, ko'ryapsizlarmi mana? Shunaqa. Mosh undirganman. 5 kunda undirardim har safar. Hozir kun issiqligi uchun 3 kunda unib qopti moshim. Ham esimga chiqib qopti, ko'p bir kunda 2 mahal suvlab turardim. Vaqtida suvlamabman. O'shanga qurib qolmasin deb 3 kun bugun, 3-kun yuvib salat qilib bormoqchiman. Bu qizcha qo'ymayapti, ko'ryapsizlarmi? Kamerada yuvosh ko'rinadi, lekin ahvol shunaqa. Mana shundan olib titmoqchi mana. Mana. Yerga qo'yib olib titmoqchi. Bo'ldi, qo'yib yubor endi. Men ashacha qilaman bundan, qizim. Qizlar, bugun sho'rva solaman. Kollagen sho'rva. Ilik sho'rva. Haftada yoki 10 kunda bir ilik sho'rva solaman. Tabiiy kollagen qizlar. Qizlar, mana shunaqangi ilik olamizda, o'sha paketlarga solib qo'yamiz. Har bir go'sht qilib kelganlarida 5-6 ta paketga qilib qo'yamiz. Mana shunaqa ilik yonlarida ozgina go'sht bor. Keyin sho'rvaga unaqa ko'p go'sht solmayman, sababi bolalarim go'sht yeyishmaydi. O'shaning uchun solmayman. Ozgina o'zimiz uchun solaman, bo'ldi. Aslida bizga kollagen kerak. Mana suyakni ta'mlari chiqsa, mana ilikni ta'mlari chiqsa bo'ldi. Bizga maqsad shu. Ilik sho'rva ichishdan maqsad mana go'sht yeyish emas, to'g'rimi qizlar? Foydali vitaminlar chiqsa bo'ldi. O'shaning uchun mana sholg'om solaman. Hozirgi bolalar umuman sholg'om yemay qo'ygan, bilasizlarmi? Sholg'om sabzi yeyishmaydi. Sho'rvaga o'zim bolalarim ham sholg'om yeyishmaydi. Sho'rvani ichiga solaman, vitamini chiqadi suvga. O'shani ichsa ham foydali. O'shaning uchun haftada yoki 10 kunda bir sho'rva solib turaman. O'zimiz uchun ham kollagen 25 yoshdan keyin bilasizlar, odamda organizmda kollagen ishlab chiqarish kamayib ketadi. Kollagenlik narsalar ko'proq yeyish kerak. Hozir buni yuvamada solaman. Mana solyapman. Shu qozonni Bosch firmasiniki umuman menga yoqmadi bu qozon. Bir yangiligida osh qilib ko'rganman bu qozonda. Yangi yilda osh qilganimda tagi olgan. Shu bilan ishlatmay qo'yganman. Faqat sho'rvalarga, shu qaynatmali narsalarga ishlatadigan qilib qo'yganman, kastrulka sifatida. Lekin mana olganimga bu qozonni 6 yil bo'libdi. Alohida bo'lib chiqqanimizga 2019-yil alohida bo'lib chiqqanmiz. O'shanda olgan ekanman. Hali ishlatyapman bu qozonni. Ko'rinishi yaxshi.
faqat shu qaynatmalar uchun ishlataman. Sho'rvamiz suvi qaynaguncha bu yerda mana archib oldim. Piyoz ko'proq solaman men. 3 dona piyoz solaman, 1 dona sabzi, bu yoqda pomidor va kartoshka yeyilmaydi. Nimagadir shu sho'rvamizda har safar qolib ketiladi, lekin bir nomiga solaman. Sholg'om solaman. Bo'ldi, keyin pripravalar solaman. Pripravani sevamiz, lekin biz sabzini butunlay solmayman, doim shunday qilib kesaman. Er-xotin yeymiz baribir. Mana shunday bo'lsa, butun bo'lsa yegimiz kelmaydi bizda ham. O'shanga shunaqa to'g'rayman. Sholg'omlarni ham 2 ga bo'laman. Bo'ldi. Bolgarda keyin oxirrog'ida sal solaman, tez pishib qoladi bolgar. Rosa ham ish ko'p, shu moshni yuvib qozibanusini, po'stloqlarni hammasini chiqarib tashlash kerak. 5-6 marta yuvib, keyin chiqarish kerak buni. Oppoq holiga kelishi kerak. Ish ko'p rosa ham. Bir narsa ko'rsatmoqchiman. Mana salfetka qo'yib ko'rsatganman-ku, qog'oz salfetka. Mana yirtilib ketmagan. Burada mana men dumcham keldi. Mana salfetka yirtilib ketmagan qizlar. Qizlar, sho'rvamiz anchagina qaynadi go'shti. Piyoz sovuraman. Ko'pigini olib tashladim. Bir marta olaman, bo'ldi. Qolganini olmayman, ko'pigini. Sabzini ham sira sovuraman. Anoni ham, sholg'omni ham. Kartoshkani sal 1 soat qolganda solaman. Pripravalardan kashnich, paprika va maydalangan zira. Shunaqa maydalangan zirani suyuq ovqatlarga ham solishni yaxshi ko'raman. Zirani ta'mi yoqadi rosa uydagilarimizga. Kashnich, zira, paprika. Bo'ldi. Endi bemaza bo'lib qolmasligi uchun tuz solib qo'yaman. Bo'ldi, ungacha ishlarimni qilib turaman. Tuz solib qo'yamiz. Endi yoniga turmush o'rtog'im guruchni yaxshi ko'radi. Guruch solib qo'yaman-da. Keyin bu salatni davom ettirishim kerak. Orada kichkintoyni cho'miltirib chiqdim. Xullas uxlatdi akasi. Tervatib tur dedim, uxladi. Hozir endi qolgan joydan davom etaman. U yoqda uxlagan paytida dazmol qilishim kerak. Prosinlarni olishim kerak. Prosinlarni almashtirmabsan deb 3 kundan beri aytyapti yigitim. Almashtirishim kerak. Xullas ish qizg'in. Habitda kamdan kam hollarda uxlayman qizlar. Chunki uspet qilmay qolaman. Agar uxlasam, ishlarim qolib ketadi. Multivarga guruch soldim, 1,5 piyola. Ozgina zaytun yog'i soldim. Nimagadir sho'rvani guruch bilan yeyishni yaxshi ko'radi yigitim. 1 choy qoshiqda tuz solaman, har safar yetarli bo'ladi. Молочный kashaga tushiraman-da, 35 minutga qo'yaman. Xullas qizlar, osongina tayyor bo'ladi. Go'zallarim, bu orada prosinlarni yechib, kirga tashab, yaxshi ham kir moshina bor. 7 yil kir moshina ishlatmaganmiz. 2 o'sim bitta uyda turganimiz uchun ikkalamiz navbat bilan kir yuvardik. Ichcham lekin uni kirini men yuvib ketaverardim, meni kirimda u yuvib ketaverdi. Ichcham lekin mana 14 yil bo'ladi yaqinda, alhamdulillah. Turmush qurganimizga biron marta o'sinim bilan oramizda qora mushuk o'tib ketmaganda. Xullas, siz yaxshi bo'lsangiz, o'sin yaxshi bo'ladi, o'sin yaxshi bo'lsa, siz yaxshi bo'lasiz. Nima deydi? Qarsak 2 qo'ldan chiqadi deydi-yu. O'shaning uchun o'sin bilan yaxshi bo'laverish kerak bu o'tkinchi dunyoda. Xullas qizlar, 2 kundan beri yigitim prosinlarni almashtir deydilar. Hech vaqtim bo'lmayotgandi. Keyin ertalab ham aytyaptilar, almashtirarsan bugun deb. Ha, almashtiraman dadasi dedim. Xullas 3 kun, 4 kundan beri aytyapman deb 2 kun qo'shib yuboradilar-da. Keyin rostda 1 hafta bo'ldi aytganimga deb qo'yadilar. O'zi 2 kun bo'ldi aytganlariga. O'zi yaqinda tez almashtirib turaman o'zi.
qizgina uxlaganda dazmol qilish kerak. Uyda ishi tugaydimi yo'qmi qizlar, aytinglar? Hech qachon tugamaydi. Domda nima ish bor deyishadi uchastkada yashaganlar. Eng ko'p ish domda bo'lsa kerak deb o'ylayman. Uyimda lekin juda ko'p ish, chang artadigan joylar ham juda ko'p. Xullas, bu uyimizni sotdik, lekin bir xillarda sotgandan keyin mehri qolmaydi-ku uyga. Lekin baribir bu uyda ko'p baxtli kunlarimiz o'tgan. Baribir yaxshi ko'raman uyimni. Tozalaveraman, xullas. Shunaqa qizlar. Xullas, qizlar, qaramizlar. Prostinlarimizni ham mana almashtirib oldim. Prostinlarda bittadan nalchka bo'ladi-yu, bir xillarda ikkitadan bo'ladi. Ikkitadan bo'lsa olaman. Bizda mana shunaqa 4 ta bolish ishlatamiz. O'shaning uchun bu nalchkalarni alohida olganman. Bunaqa rangini topa olmaganman, alohida olganman. Keyin nima deydi? Bittasini quchoqlab yotamiz, bittasini boshimizga qo'yamiz. O'shaning uchun 4 ta yostiq turadi bizda. Ko'pchilikda shunaqa bo'lsa kerak. Shu quchoqlab yotish, oyog'ini orasiga qo'yib yotish. Xullas, yoqda yana 2 ta bolishimiz bor. Bolish juda ko'p. Yigitim telefon qildilar, ovqat tayyormi deb. Telefon qilsalar shoshib qolaman. Havo ham yomon isib ketyapti. Hozir ovqatni o'chirsam, konditsionerni yoqaman keyin. Endi qizlar, moshimizni qaynab turgan suvga solamiz. Taxminan 3 minut qaynab chiqsa yetadi. Pishirib olamiz, bu yoqda piyozni qovuramiz. Go'zallarim, bu yoqda mana ilik sho'rvamiz qaynayapti, bu yoqda moshimiz qaynayapti. 3 minut qaynasa o'chiraman. Bu yoqda piyozni qovurib olyapman moshli salatga. Bu yerda mana go'shtimiz ham pishdi. Salat tayyorlab olsam bo'ldi. Ozgina tuz so'raman. Sho'rvamiz bilan qaynab ketdi. Qovurib olgan piyozimizni solamiz. Chesnokni xohishingizga qarab, nechta zubchi kerak bo'lsa shunga qarab solasiz. Bitta soldim, ko'raman achchiqligini. Bitta ham yetadi. Hammasini qilmadim chunki moshni. 1 qoshiqda paprika solaman, ozgina achchiq qalampircha so'raman. Paprika ostraya yozilgan, ozgina so'raman. Chunki achchiq uncha xohlamayman. Soya so'ramiz, tuz solamiz, bo'ldi. Kashnit so'ramiz va yaxshilab aralashtiramiz. Go'zallarim, mana salatimiz ham tayyor bo'ldi. Mana qaranglar. Retsepti bor. YouTube kanalimda shorts videosini ham topasiz, uzunini ham topasiz. Juda mazali bo'ladi. Bismillah. Ya bir şey aytamda. Kimdirga yoqadi, bu kimdirga yoqmaydi. Keyin moshni rosa ezilib ketasiz yuvmoqdan. 5-6 marta yuvmoqdan. Bir video joylaganimda oxirgacha yuvilmabdi deb yozgan ekan bir qiz kommentariyaga. Voy, buni tayyorlagan odam biladi. Sabr, toqat bilan tayyorlash kerak. 3-4 ta bunaqa moshni po'stloqlari qolib ketsa hech nima qilmaydi qizlar. Mosh bilan ovqat yeganingizda ham, mosh kichiri yesangiz ham moshni po'stlog'ini ajratib yemaysiz-ku, to'g'rimi? Xuddi shunday. Bunda ham qolib ketsa hech narsa qilmaydi. 5-6 ta oppoq bo'lib, toza bo'lishi shart emas. Endi go'zallar, qirmizlar, kichkintoy uchun ovqat solamiz. Kihi yog'i solamiz. Kirib ketmasidan sabzini yarimtasini qirg'ichdan chiqarib solamiz. Ozgina sabzini qovurib olamizda. Keyin suv so'ramiz.
Bu yerda chechevitsa, bulgur, grechka bor. Shularni sovoraman. Ozgina pauchinka makaronidan sovoraman. Qizlar, qizim 1,5 yosh bo'lgancha ozgina tuz sovoraman. Shu kungacha tuz bermaganman. Tuzli ovqatlar, uyda ovqatini ham bermaganman. Hozir endi sal tuzli ovqatlar yemasa, tuzsiz ovqatni yemayapti. O'shaning uchun tuz qo'shib yubordim ozgina. Qopqog'ini yopib, past olovda dimlab pishiramiz. Idishlar ko'payib qoladi, orada yuvamiz. Endi idishlarni yuvib olishim kerak. Dasturxon yoyaman keyin. Videom sizga manfaatli bo'layotgan bo'lsa, kommentariy yozishni unutmang. Like bosishni ham unutmang. Boshqa qizlarga ham ko'proq odamlarga ko'rilishi uchun like eng muhimi. Like bosishni ham unutmang. Xullas qizlar, hozir vitaminlarimni ko'rsataman. Agar ulgura olsam, turmush o'rtog'im kelib qolmasa, yigitim, bilasizlar, erkak kishi qorni och bo'lsa chidolmaydi. O'shaning uchun agar hozir uspet qilsam, vitaminlarni, ichayotgan vitaminlarimni ko'rsataman. Qizlar, magniy ichaman, yod ichaman, yodamarin. Keyin omega ichaman. D3 hozir tugab qolgan. D3ni lekin har doim ichavermayman. Bir oy ichib orada to'xtataman, yana bir oy ichib orada to'xtataman. Ashliq ichaman vitaminlarni. Qizlar, bitta oyoq kiyimcha oldim. Kollejda o'qib yurgan paytimda rosa babichkali, bantichali narsalarni yaxshi ko'rardim. Shunaqa oyoq kiyim ko'rib qoldim Instagramda. Qaranglar, asalchi. Hozir mana qizim uyqudan uyg'ondi. Yerga dumalab olgan. Ko'rsataman. Sal oyoq kiyim ekan qizlar. Yaltirashini qaranglar. Mana qizlar. Qaranglar, qanaqa chiroylicha, asalcha. Tur, inqillab yotibdi, oyog'iga, qo'liga bermaganim uchun. Go'zallarim, bugungi mana menyumiz o'zim uchun mana salat ko'proq soldim. Moshli salat, guruch 2 qoshiqcha. Sho'rvadan yarimgina kosacha mana qizlar. Ko'p solganim yo'q. O'zi sho'rva kuni ham qilaman. Umuman hech nima yemayman. Ertalab, obed, kechga sho'rva ichaman faqat. O'shanda zo'r vesizni tushirib olasiz. Tuxumli kun qilsangiz ham bo'ladi. Dadamiz keldilar. Xullas go'zallarim, kuzatishda davom eting. Chiroyli retseptlar olishda davom etaman. Orada mana kichkintoyim ovqati ham tayyor. Yo'q, dadasi kichkintoyda erkalayaptilar. Shunaqa hozir yigitimga ham solaman. Bu meniki. Hozir o'g'lim bilan kichkintoyimni parkka bormoqchimiz. Qolgan ovqatlarni shunaqa pistrich qilib qo'yaman. Qizim yo'qligi uchun qizim rizqi qoldida, qizlar qaranglar. Har safar to'ch qilaman nimagadir. O'sha o'rganish bo'lib qolgan. To'ch bo'ladi, uncha qolib ketmaydi. Chunki biznikilar ertasi kun nimagadir qolgan ovqatni yegisi kelmaydi. O'shaning uchun to'ch qilaman. Mana qizim yo'qligi uchun qizimni ulush qolib ketdi. Orada kichkintoyim uxlaganda dazmol qilib olamanmi desam, ulgurmay qoldim. Uyqudan turib oldi va rosa g'ingshidi. Baribir dazmol qilishim kerak edi. Bir narsa qilib, ko'ndirib dazmol qilib oldim. Gladin stolim bo'lsa ham nimagadir yerda o'tirib dazmol qilishda yaxshi ko'raman. Sababi juda kiyimlar ko'p bo'ladi. Kunligini kunda tashlashadi biznikilar va kirlarim ko'payib ketadi. 2 soat o'tirib dazmol qilaman. Gladin stolda tikka turib 2 soatlab dazmol qilsam oyog'im ishib ketadi. O'shaning uchun menga o'tirib olib dazmol qilish qulayroq. Qizlar, podiyezga shunaqangi dor qilib olganman o'zim uchun. Pastellarimni yoygandim, quribdi. Endi yig'ishtirib olaman bularni.
Hech kimni bo'yiga tegmaydi. Rosa balandga qilganman qizlar. Rosa balandda mana. Hech kim bo'yiga tegmaydi. To'g'rimda uncha odam yashamagani uchun bemalol yoyaman. Turmush o'rtog'im yana brokoli olib kelibdilar qizlar. Sadiyaning brokolisi? Voy. Sadiyaning brokolisi? Qo'yqadim. Nima qilasan? Yeysanmi? Rosa yaxshi bo'ladi brokolini. Qizim pishmagan bu. Buni yuvamiz, tozalaymiz, keyin parda pishirib beraman. Yeysanmi? Yo'q. Xullas buni yuvib, tozalab, shunaqa muncha kesib, quritib, muzlatib qo'yaman. Rosa soya ko'p ishlataman. Soya deb yozib olsam, mana senga soya deb 2 ta olib kelibdilar. Anchaga yetadi endi. Qizlar, brokolini endi muzlatib olaman. Mana suz sarg'ayib qolibdi sal. Endi yuvib buni xuddi shunaqa bo'laklarga bo'lamizda, quritib muzlatamiz. Xuddi shunday qilib kesib chiqaman. Yaxshilab yuvib olamiz qizlar. Keyin quritgani qo'yamiz. Bironta sochiqcha yoki shunaqa qog'oz salfetka bo'lsa solsalaring tez o'ziga shim bo'ladi. Yoki sochiqcha ham bo'laveradi qizlar. Quritib olamiz. Suv to'kilishi kerak. Go'zallarim, qizlar yozgan ekan, nimadir vitaminlar ichasizmi deb. Men ichadigan vitaminlar, lekin bularni hammasini shifokor yozsagina ichishlaringni tavsiya qilaman. Yoda marin, buni ham har doim ham ichavermayman. Kerak bo'lsa ichishingiz kerak buni ham. Hammaga ichaman. Mana shu magnini ichaman. Sinkda yigitim ichadilar, men ichmayman. Buni ikkalasini katta farzandlarimga olganmiz bu vitaminlarni. Ichadigan vitaminlarim shu qizlar. D3 ham ichaman, uni ham to'xtatib ichaman. Hozir tugagan. Ko'rsata olmadim uni. Chunki hozir ichadigan paytim emas, shunga tugagan. Ichadigan paytim olsam ko'rsataman. Ko'pchilik keyin kollagen ichasizmi deb so'raydi. Yo'q qizlar, kollagen ichmaganman hali. Umuman shu yoshimgacha kollagen ichmaganman. Shu kollagenga o'xshagan tabiiy narsalarni ko'proq iste'mol qilishga harakat qilaman. Shu aytganimdek, haftada yoki 10 kunda bir shu ilik sho'rva qilinadi. Deyarli haftada bir qilsam kerak. 10 kunga bormaydi, lekin ilik sho'rva qilishim ko'proq qaynataman, 4-5 soatlab qaynataman, suyak ta'mi chiqishi uchun. Xullas qizlar, tabiiyroq narsalarni tarafdorimiz biz. O'shanga kollagen rosa qiziqqandim, ichaman deganimda yigitim qo'ymaganlar, olib bermaganlar. Xullas tabiiy narsalarni iste'mol qilgin deganlar, lekin men bu endi har doim ham baliq yeyolmaymiz, o'shaning uchun amaga ichaman. Endi bu endi asablar, hammada ham asab tizimlari zo'r bo'lmasa kerak, baribir yosh bolam borligi uchun mana shu menga rosa ham yaxshi ta'sir qilgan. Uyqusiz tunlar bo'ladi, charchaymiz, boshqa. Xullas, mana shu magniy menga juda yaxshi ta'sir qildi. Yodni ham to'xtatib ichaman, D3ni ham to'xtatib ichaman. Buni endi yigitimga olganmiz. Xullas qizlar, shunaqa gaplar. Faqat shifokor nazorati bilan, shifokor yozsagina ichishingizni tavsiya qilaman.